Hozirda mana biz ko'rib turgan kontur raqami Qashqadaryo viloyati Sarsabz tumanida O'rtaqo'rg'on MFida joylashgan 328-konturni ko'rib turibmiz. Bunda amalda hozir 14 ta dehqon xo'jaligi faoliyat yuritib kelmoqda. 2026-yil uchun ekilgan mahsulot turi hozirda no'xat, birinchi ekinga no'xat ekilgan. Barcha fermer xo'jaliklari ishlab turibdi hozirda. Yer maydoni esa 7 gektarni tashkil etadi. Ekin yetishtirish davri hozirgi kunda 136 kun. Xudo xolasa 17,5 tonnagacha mahsulot yetishtirib olishi kutilmoqda. Qiymati jami 402 million tashkil etadi. Har bir dehqon xo'jaligining o'rtacha daromadi esa 28 milliondan kutilmoqda daromad ko'rishi. Loyiha qiymati umumiy 245 millionni tashkil etadi. Hozirda bizga biriktirilgan lider tadbirkor Vazira Adiba Invest biriktirilgan. Korxona lider tadbirkor egasi Iskandarov Dadaxon. Loyiha hozirda ekilgan mahsulot hammasi joyida.